Talangilab yakat tuqib alabni, azaldi bedini ta'min deb emas, quvvatini deb yab ketdimiz. Hamiz qaynoq qilsak zodi bedi ochiq qo'qamay tuqqanlar. Buningga qiziqsa filmni oxirigacha ko'ngil qo'yib kirib o'rganib olsalarim, sevimli tuqqanlarim. Bedini parlaverib bir necha qatim pak tizib aka qiyma qilib olmiz. Tuqqanlar ko'ydirvaga quyruq mayniki meyni qizitib, bedini bir aqr qo'raversak, mana shu bedini ochiq qo'qamasligiga bir sababchimi? Aka yembrisi harakatmaga yangi bedi bo'lsa, faqat qo'lini qatmay uchi-uchini qisama ashlaq ochiq qo'qamaydi-chi. Aka quyruq mayniki jigitligini qiymaga solsa, qiymamiz ham titimli, ham yeshtik bo'ldi. Demak, quyruq mayimiz qattiq zoy bo'lmaydi degan gap tuqqanlar. Mana ko'rib turganlarda qiymamizga jigitlik bilan may, tuzli boshqa hech nima qatmoqchi tuqqanlar. Ma filmga yurak bagalar inkas rayoniga bitta yurak yo'llab baqaydi, qani kimlar badi kimlar bir ko'rib baqay. Qiymamizni tayyorlig'ini tomoqniki 20 putkini ishlatganim Anuri 5 dan xali yeshil o'lchimidagi oshxonani tuqqanlar. To'r qilganға tuzini kam qilmiz, cho'pcharga tuzini tetitib yo'g'irishimiz kerak. 2 balak yo'g'irib o'tamay bir yo'lda normalari qilib qilaverdik. Bugun karochi deb men ketmabdim. Anuri ularımızning sog'lom ham tabiiy bo'lishiga kafolatlik qilmay, eng yuqori texnikalardan foydalanib, amal va ishlatishga qulay qilib tayyorladik. Kasallik harakatga bugungi kunda xalqimizdagi sog'lom bo'lgan yemak ichmakka ham to'g'ri bo'lgan yemak ichmak odatiga ahamiyat berishni kuchli tavsiya qilamiz tuqqanlar. Aramizda pöriga amraqlar va menadaychi, yoki pöri istiqosmaydi deb cho'charga amraqlar va yo'ldashimda shunaqa bir yangi pöri chaplag'ach qursaqni aslab yemriyani cho'charga yetimiz men tuqqanlar. Bedini musha atiyas faslida haftada 8 kun yesak bo'ldi da qo'ydika cho'nglar bu jusaydek qattiq bo'lmagan bilan lekin xeyli ot yashab bedini payliq tarbiga yetamaydi emasmi? Shunga sevimli tuqqanlarim bo'lsa o'zinglarni bedini ko'proq qilib yeslar, filmni ko'plab taqib qo'yslar, o'zinglarda hech nim ketmaydi. Ehtiyoj bo'lsangiz foyda qilish uchun yordamlarni ayamaga bo'lsa sevimli tuqqanlarim qadamiz o'xshagan pörilarni cho'charlar kasra